Uchqun aka, Yunusobod 8-kvartalda Novostroyga bor. Shunda universitet kurugini oldida, metro va megaplanet yaqin bo'lgan joyda shu yerda 2 xona 40 kvadrat 7-etaj. Mana remontni qaranglar. Remontdan joy-joyiga joylashtirib qo'ygan qaranglar. Shunda kirasizlar, hamma narsasi tayyor. Endi mana qaranglar, mana kirish, hol zal, divan, mana podyezddan kirib kelish, mana katta televizor, mana bu bemalol, mana bu yana nimadirlarni qo'yib yuborasizlar. Mana bu yoqda o'zini sanuzili. Mana kirgan mashina, unitaz, bu yoq vannalar tayyor. Kirib yashaydigan yoki bir 600-700 dollarga ijara qo'yib yuborsa bo'ladigan uy mana. Spalni, mana konditsionerlar. Mana bu yoqda balkon bor, hozir endi kechqurun chiqmadim, vidi zo'r. Mana qaranglar, spalnilar ham tayyor spalnilar. Mana bu o'zini shpalniya shkaflari ham bor. Xullas, 7-etajda qolib ketdi mening yuragim. Mana shu xonani uyga ko'rasizlar, sevasizlar. Kirasizlar, olasizlar. Bunaqa uylar ko'p turmaydi, tez sotilib ketadi. Narxini egalari 72.500 so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bo'ladi. Pastda egalari nomeri, tez aloqaga chiqib, mana shu chiroyli, go'zal uylar hammanglarga nasib qilsin, tamom.